Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari. Mana O'zbekiston tumani Hatam toy qishlog'ida joylashgan 1 gektar 16 sotik noturar joy sotilar ekan. Mana batafsil hozir egalaridan ma'lumot olamiz. Mana bu yerda 2 xona uyi bor ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir uyda egalaridan so'raymiz. Mana buni tiyokli pol deyapti, qishda yog'ish uchun. Mana tiyokli polning nimalari. Hozir egalaridan so'raymiz. Bu birinchi xonasi. Hojatxonasi ham bor ekan. Mana ikkinchi xonasi. Mana bu yerda basseynlari ham bor. Mana Najilaba hozir batafsil ma'lumotlar olamiz. Bu yerda qo'shimcha molxonalari ham bor ekan. Aka, bu yerda suvlari qanaqa? O'sha suvlar haqida ma'lumot berib o'rasiz. Suvlari yaxshi aka. Joyimiz aka 1 gektar 16 sotik. Ayta ikkita yashashga joyimiz bor. Ana bular ko'rsat. Xonalarigacha bor a? Baq aka bir 100 ta molga joylashgan og'irimiz bor. 100 ta mol, hajmi 100 ta molga joylashganda, ag'dan eshigi bor a, uni ham olsak bo'laveradi. Aziz obunachilar, hozir ag'dan nimalarni olamiz. Mana atrofi o'ralgan ekan mana. Buni ko'rib olishlaringiz mumkin. Mana yaqinlashtiramiz. Mana atrofi o'ralgan. Mana qo'shimcha basseynlari ham bor. Aka, bu yerda oqma suv ham bor a? Oqma suv bor. Oqma suv, svet bor a? Svet bor, 380 volt kelgan. 380 volt svet kelgan. Podstansiyasini ham hozir videoga ko'rsatamiz. Chetda o'ziga kelgan. Chetda o'ziga asobni kelgan a? Hozir keyin oxirida narxlarni aytamiz. Shu akamiz ham pul zarurlik uchun sotyapti ekan. Ikkita darvozalari bor. Mana bu ba'dan kirish. Mana hozir biz ichkaridan kirib narigi darvozadan chiqamiz. Hozir podstansiyani ham yaqinroqdan olamiz. 380 volt kelgan ekan. Mana molxona. Aka, buni jihozlar bilan sotaverasizmi? Misol molxona qilaman deganga jihozlar bilan sotaverasa? Shu mana somonlar qoladi. Unaqa ketadi. Tashqarida o'tin bor hovlida, o'tin qoladi, qolgani shundaycha ketadi. Mana TVdagilar ham ketadimi? Ponni bet. Uy qilaman deganga ham buzib olib ketaverasa ekanda, demak a? Olasin aka, yarimidan ag'ini olsin, olasin bag'ini olsin. Bo'lib ham sotilaverar ekan. Sotiladi. Mana molxona uzunligi. Narxini aka telefonda ko'rishib gaplashaveramiz. Bo'lib ham sotilaverar ekan, ha? O'rtadan ham eshikchalar bor. O'rtadan eshikchalar bor. Mana bag'i ham bepoyon ekan. Katesh solaman deganga ham bo'laverar ekan. Ana o'tinlari ham bor ekan. O'tinlarni ham ketasa? O'tinlar olib ketamiz. Aka, nechta mol chiqadi dedingiz? Hajmi? Endi biz 100 ta deyapmiz endi. Lekin ancha mol sig'adi aka. Otxona qilaman deganlarga ham bo'laverar ekan. Aka, narigi darvozani ham ochsak bo'ladimi? Yo'lda bo'yida ham bir ko'rsatay. Bundan qarshiga aylantirib, o'sidan bo'laveradi. Darvozani ham ochamiz hozir. Bag'i ham o'ralgan ekan, devorlari. Bunday ortidan bo'ldi. Mana lekin xolodilnik qilmoqchi bo'lganmiz. Xolodilnikka, Meva saqlagan. Meva saqlagan, bor. Shunga reja qilingan edi baqa. Mana. Bog'lari ham. Buni bu yerdan olinaveradi, o'zim Buni bu yerdan olinaveradi. Bundan obunachilar tevaragi o'ralgan, addish o'ralgan ekan ama. Ishlab chiqarish, katesh solaman deganlarga ham uy, mana molxona qilaman. Hujjatlar qanaqa bo'ladi aka buni?
Hujjatlarda muammo yo'q ekan mana. Mana. Mana ko'rib olishlaring mumkin. Mana. Ne yaqinlashtirib ko'rsataman mana. Qayerdan aka?